Assalomu alaykum aziz do'stlar, do'lasi yosh novvoslarni boshladi. 23 million so'm savdosi bo'lgan ekan shu novvosda. Semental, shaqa yo'q, endi fermadan chiqqan. Yoshi necha oy ekan bu? 6 oy 7 oy atrofida novvos. 23 million so'm. Bo'ylari 20 bilan 1 atrofida chiqadigan novvos. Oyoq qo'llarini ko'rinishi, do'lasi kalla ko'rinishi mana. Qiziqqanlarga nomer aytilaveradi. Aytavering. 91 725 27 77. Yalog'asi Telegram imollari bor, telefon qilsang yozsang javob beradi. Shunaqa zotdan novvoslar bo'ladi. Andijon Bog'shamolda uylari, aloqa chiqasizlar. Shunaqa semental, angus, amlikul, limuzin qiziqqanlarga tashabbus shu bo'ladi. Xo'jobod mol bozorida do'lasi novvoslarni ko'rsatishni boshladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shoyibingudaymiz. Do'lasi yosh novvoslar bo'ladi. Bugun hafta kuniga shanba sanamiz 27 dekabr 2025 yil. Telegram kanalimiz bor. Chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora ot rasm bor. Dehqonchilik chorvalar bo'lsa bemalol tashlab turasizlar. Besplatni tashlab beramiz. Dehqonchilik bo'lsa, tirikchilik bo'lsa pulli tashlaymiz. Aniq qilib ma'lumotlarni yozishlar kerak. O'zlaringiz tashlamaysiz. Shu yerda bosalaring. Ular reklama berishni degan yozuvchi qaysilki, aslga tashlasan bizga tushadi. Biz bittaga ko'chirib qo'yamiz kanalga. Xo'sh, yozmoqchi bo'lsangiz shunaqa yozishlar kerak. Lotin yozuvda yozishlar kerak. Chiziqchasini pastga qo'yib, shunaqa qilib ulashlar kerak. Lotin yozuvda shunaqa yozishlar chiqadi yoki kommentariyga sirkasini tashlab qo'yamiz. O'sha sirkani bosib o'tsangiz ham bo'ladi. Qanday boshlarda yosh novvoslar ko'proq ko'rsatishga harakat qilamiz. Oxirigacha ko'rib ko'rasizlar. Ana ma'lumotlarini berib o'tishga harakat qilamiz. Like tayyorlaysizlar degan umiddamiz. 15 million so'm. Nechga? 300 kam. 200 kam 15 million so'm shu novvos savdosi bo'lyapti ekan. Go'shtdorroq novvos ekan ko'rinishi. Yoshi 1 yoshdan o'tgan. Qiziqqanlar bormi shunaqalari? Shunaqalar bormi? Yo'q, mashina. Shug'ullasa? Nomer yo'q. Nomer yo'q, ha? Rasmi chaqiring. Telegramda sotib nima bo'ladi zotga? Ha? Telegram sotibdi. Telegram firibgar ko'pda. Aytavering, aytmayman. Firibgar ko'p. Baraka qilasiz 500 ming tashlab beradi. Ha. Tashlab bergandan keyin bo'l, men sana beraman pulni deydi. Ular molxonasi emas, tog'xonasi ham yo'q ekan o'zi. Xullas, qayerga borib kelasiz? Uzoqqa borib kelasiz? Asakani Uzoqqa borib kelasiz. Qattiq aytmay qo'yaylik. Tulkobodga. Ha. To'g'ri, Tulkobodga. Ha, uzoqqa borib kelgan, to'g'risi, hali adashmovchilik bo'lishi mumkin, shuning uchun puxta ish qilinglar demoqchimizda. Haligi. Tog'ib oldik, ulardan berisalar bir qadam oldinda ekan. Bir qadam emas, 100 metr. Bersa tog'ib berdi. Tog'ib berdimi? Xushashuncha aytamiz. Tog'ib oldi ular. Sudi bo'lyapti. Yo'q, hozir ham bo'laradi. Bunisi kimdan aka? Sizlardan emas. Xo'sh, Mickey Mouse shquvozlariga 22 million baho aytilyapti. Kamini kelishlardi. Qirg'iziston, Chereskoston kelgan, ha? Chereskoston kelgan. Xo'sh, savdosi-chi aka? Savdosi 19,5 million. Lekin pichimi zo'r ekan-a? 8 yo'g'onligi ham gap yo'q ekan. 19,5 ga bermadingiz. Menimcha yashidan ham chiqibdi-ha, bola. Yashidan chiqqan, omma o'sishi bundan bag'i yeyishi ham zo'r bo'ladi. Buni biladi, o'sha kasallik bo'lgan baqqan mollarni. 19,5 ga beraolmaysizmi aka? O'tiringlar. Qo'shadi beramiz. Telefon qilish olsinmi? Ayting nomer. Nomerni aytib qo'ying. 99lik 430 85 88 aloqa chiqasizlar yoki Telegram WhatsApp yozishursinmi? Doim bo'ladi savdogarlar, manzil Andijon Bog'shamolda. Shunaqalar bormi uyda? Topamiz. Ko'p bo'lyapti-da. Kattalari ham bo'lyapti. Bu eng kichikroq shunaqa deyarli bo'ladi. Deyarli kichkina shu bo'ladi. Eng kichkina shu bo'lsa, bundan kattalar, lekin molni formasini e'tibor berib, to'rtburchakligi zo'r, go'shtdor novvosligi, o'zi pichimi ko'rinib tursin haqiqiy. Endi farodasi tozaligi uchun shunaqa ko'rinishi bor molda. Ikkalasi 38 millionga baraka yo'q. Shu novvoslardan 19 endi qo'y suyiga. Mesni o'zimiz olib farodalaridan yoshlari 1 yoshdan o'tgan, bo'ylari 120 bilan hozir yoshroq chiqadigan novvoslar 120 dan. Mekiye sotildimi? 22 ga baraka bo'ldi. 22 million so'm Mesni o'zimiz novvos yoshidan o'tgan, endi kilosi 330 dan oshgan. Bilmayman. Baqqan olganmisizlar? Unda bilish qiyin. Shunaqa 330 atrofida yo'qosh ochsa kerak. 22 ga baraka bo'ldi. Bo'yi 120, yoshi 125 atrofida chiqadi novvos. Ikkala novvos savdosi hozir 34 million so'm bo'lyapti ekan. Mesnik adashmasam novvoslar 17 dan savdosi bo'lyapti endi qo'y suyiga. Ikkalasi ham zo'r, lekin tarag'ilib ko'rmasi zo'r ekan. 17 dan. Bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqadigan novvoslar. Novvos o'zini o'zi qilyapti.
34 million so'm savdosi bo'lyapti. Yoshlar Qirg'izistondan bo'lib kelgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu tag'il kuchli ekan lekin. Tag'ilni o'zini olaman degan. Qafasi juda zo'r emas ekan. 34 million so'm. Menimcha savdosi qizib qolgan payti hozir 34 ga. 33,5 ikkalasi novos savdosi bo'lyapti hozir shu novoslarda. 33,5 savdosi qizyapti yana. Bo'ylari bo'ladi ekan shu 15 ta atrofida. Endi plus minus ozmoz bor. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan. 33,5 savdosi bo'lyapti. Deyarli ozgina qoldi. 100 ming so'm, 200 ming so'm bilan menimcha bitadigan holatda turibdi hozir. Uydagi novoslar ko'proq tashlashyapti. Menga shunaqa. Men taxmin qilib bera olmayman-ku, haligi adab menga tashlagan xijolat bo'laman men aytgan. Lekin shu bozordagi hozir shu rasmiydagilarni hisobga olsangiz chiqadi. Bo'ylar 1.15, yoshlari 1 yosh yoki 1 yoshdan ozmoz o'tgan. Messi novoslar Qirg'iziston formasidan raganda bor ekan. Ozmoz 33,5 bo'lyapti savdo. Shunga qarab taqqoslab olaverasizlar. Ozginasi kam 37 million so'm jupini savdosi bo'lyapti. Bular endi bo'ylari 120 atrofida desak bo'laveradigan bo'ylari bor. Yoshlari ham shunga yarasha 1 yoshdan o'tgan novoslar. Mollarda parodalar o'zimiz Messiga, lekin bo'lmasa Qirg'iziston mollariga o'xshab ketadi ekan. Ikkalasi ham deyarli o'xshaydi. Sifatlari yaxshi, yomon emas. Sifat borasida yomon emas, yaxshi ekan. 37 ga ozgina kam savdosi bo'lyapti. Novoslar. Bu novosimiz 20 million 300 ming so'mga sotilibdi. Cash qaytarib turibdi, oyoq qo'li ham yaxshi ekan hozir. 20 million 300 ming so'mga baraka bo'pti. Mesning O'zbekiston novosi. Bo'yi 120 dan oshiqroq, yoshi 1 yoshda turadi, lekin yosh ekan. Yoshroq ekan hozir. Sifati yaxshi ekan. 20 million 300 ming so'mga baraka bo'ldi. Mana shu tog'labdi. Oslar ham sotilibdi 33,5 ga baraka bo'libdi shu novoslar. Savdosini ko'rsatdik. Aniqlashtirib qo'yamiz. 33,5 ga baraka bo'libdi. Bu novos nechta pul sotilibdi? 150 ga, 17. 17 million 350 ming so'mga baraka bo'ldi. Mana hozir bellashyapti. O'zbekistonning novoslari yoshi 1 yosh, 1 yoshda atrofida yoki ozmoz o'tgan bo'lsa ham kerak. Oyoq qo'llar ekan. Yurib qolibdi. Demak, odam ko'paydi olish talab ko'payapti deyilyapti. Savdogarlar oyoq qo'li ham yomon emas. 17 million 350 mingga baraka bo'ldi. Bo'yi 1.15 ta turadi. Aslga aka. Oyda qiladi. Assalomu alaykum. Ikkalasiga bo'lyaptimi ekan? Eshitmadilar. Nechta? Qancha bo'lyapti? 40 million 450. 400 do'z, ha? 40 million 400 ming so'm hozir savdosi bo'lyapti. U degani 20 million 200 mingdan qo'yishdi, lekin bu ozgina kattaroq bunisi. Bo'yi 1.25 atrof chiqadi bunisi. Narigisi kichikroq. Ranglari shvet, parodalar ham shvet bo'lsa kerak. Bunisi ham shvet ekan. Yaxshi novoslar ekan. Bu baquvvatroq qo'l. Shinasi kattaroq novos. Nariga yoshini o'tgan. 40 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti hozir. 20 million 200 mingdan bo'lyapti. Qanchaga bo'ldi? 400 ga? 40 million 300 mi? 300 edi ekan. 40 million 300 edi ekan. Barakasiniz. Alo. Bu necha pul bo'libdi novos? Aka necha pul? Siz oldingiz mana shu novosni? 17,700 ga shu novos. 17 million 700, bo'yi 1.15 dan ozgina oshiq yoki 1.15 yosh 1 yoshdan o'tgan novos. 17 million 700 mingga baraka bo'ldi. Sotildi. Necha puldan sotildi? Qaysilari? Uchovi. 46 million 3 tasi sotildi. Uchalasi mana yoshlar endi 10 oylik, 8 oylik atrof novoslar, bo'ylari 1 metr, 1.5 bilan 1.10 atrof chiqadi.
Novoslar. Nomerni ayting qiziqqanlarga. 94 38 44 22. Yalog'och bo'lsa, Telegram WhatsApplar bor. Manzil Andijon viloyati Bo'ston tumanida doim bo'ladi shunaqa novoslar. Qiziqqanlarga kichkinarog'i, kattarog'i 1 metr bilan 1.10 atrof novoslar bo'ladi. Hozir maytda savdochi qizib turdi, ketib qolishdimi? Qaysi biri hozir qizidi, sotilib ketib qoldimi? Qani hozirgi savdo? Qani ular? Ulgurmay qoldimda. Ketib olishdimi? Necha pulga bermayapsiz, tog'a? 100 kam 17. Zalga ketib qoldim hozir. Yoshini ulgurmay qoldimmi? Aytdimizmi? 100 kam 17 bo'lyapti shu novos savdosi. Endi sifatlik uchun. Ichi kattaroqni ham beradi lekin narada yoshlarni. 100 kam 17. Mesni novos, rangi qo'ng'ir shvetlardan yoshi endi bir 7-8 oylik atrofida novos. Bo'yi 1.10 ga yaqin chiqsa kerak. Meni ko'chatlardan yoniga ketyapmiz. Ko'chatlar. Adresini beraman. Shvet necha bermadi aka? 21 million. 21 million. Assalomu alaykum. Sharxonda sotdimmi? 8 ta. Ha. Partiya. Rasmga keladimi? Ha? Yo'q, yo'q, o'zimiz Hali kattalarida, bo'ldi, endi esladim. esladingizmi? Esladim, kattalar edi ular. Kattalarni kichkinasi ham bormi, shu qoldi xolosmi? Yo'q, bunaqa bor ya. Yana bor, shu rasmga deyiladi. 21 million dedingizmi? 21 million so'm savdosi bo'lyapti. Yoshi endi bir 7 oylik bormi? 5 oylik. Bo'yi 1.10 atrofida chiqadigan oyoq qo'li baquvvatligi. Shaqa chiqmaydi endi bular shuylar, shunaqasidan. Savdosi qancha dedingiz? 21 million. Bermadingiz. Nomerni ayting. 90 90lik 622 07. 622 07 90. Telegram WhatsApplar borani. Manzil qayerda edi? Andijon Otchopor degan qishloq. Andijonda Ochopar qishlog'ida qiziqqanlarga aloqa qilishasizlar. Yana bor shu razmediylarni, kattalari ham bo'lsa kerak, yana telefonga gaplashaverasizlar. Kattalari qolmadi, kichkinalari qoldi, shunaqalari. Fermadan. Hadi aka bozorsiz. Bu sotilibdimi? Sotildimi polvon? Sotilmadi. Voyam sizlardanmi bu? Shu yerda necha bo'lyapti savdosi? Bo'lgan hali. Necha pul bo'ldi? 60 millionlik olib kelsing iloyim. Necha pulga sotib? 19 millionga baraka, 100 ming so'm ham bor ekan. Barakasini bersa, yoshroq novosi, omad sifati zo'rligi uchun bo'yi 1.10 atrofida 1 chiqadigan novos. 19 million 100 ga baraka bo'ldi. Bunisi necha pul bermadingiz bunisini? Buni ham 18 million 600 qilishlarligini qo'shib oldim. 18 million 600 ga bermadingiz. Beravermaysizmi shu pulga? Ama oyoq qo'li polvon ekan mol. Kuchli mol bo'ladi. Al suvallik katta novos ishqibozlarga shuni tavsiya qilsa bo'ladigan darajada zo'r ekan. Terisi endi o'rtacha. Yaxshimiz. Bu ham shu 6 oylik 7 oylik atrof novos. Nomer aytiladimi? Qiziqqanlar nomer aytiladimi? 91lik. 477 68 85. Eshi Andijonda. Qiziqqanlar narigisini necha pul bermadingiz? 18 millionga bu 18 u qancha deyildi? 6. 18 ga 18 6. Aslida mos kuchli. Bo'ylari endi 1.10 atrofida chiqadi novoslar. Savdosi bo'ldimi buni? Hech pul bermadi. 20 million dedi. 24 baho etilyapti, 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Endi yoshi bir yosh bo'lmagan ekan, a? Shunaqa o'xshayapti. Bo'yi 1.20 atrofida chiqadi novosi. Yoki bo'lgan, a? Bir yosh atrof desa bo'laveradi-da. Yaxshimisiz? 14 milliondan savdosi bo'lyapti. Qo'shanga sotilarmikan, shungamikan? Tepasiga yurganga Qo'shganga. Ikkalasining ham pullari bir xil. Bunisi shved bo'lsa, bunisi endi gibrid rangida. Yoshlar, işte gibridda, endi shvedga gibrid. Yoshlari bir 4 oy 5 oylik atrofida. 3 oylik ekanmi? joyga borib bormagan. Nomer aytlar ham qiziqqanlar. 93lik. 524 74 34 ga aloqa qilsizlar. Manzil qayerda aka? Asakada. Telegram WhatsApplar bor. Telegram WhatsApplar bor. Asakada manzil. Necha pulga baraka bo'ldi? 14 millionga. 14 ga bunisi sotildi mana. Hozirgilardan ozgina kichik kattaroq bo'ldi ekan.
Endi bular sifati bor. Piyolar ama chiroyli mollar ekan. Sifatlari lekin zo'r. Stakan tuyoq o'tiribdi. Chiroyli olgan mol. Necha bo'lyapti ekan savdosi aka? Savdosi 11 million 200 ming beryapti aka. Qaysi biri? Bunisi 11 million 200 ming so'm. Narigisigacha qancha berishdi? Bunisiga 5 dedi bular. 12dan beri javob bermadik. 12dan 5tasi bo'lganingizni ular ketib qolgani shu qolibdi hozircha. Demak bu ham 12 savdosi bo'lgan bo'ldi desa bo'larsa kerak. Ha, bunisini aytildi. Endi yoshlari bularniki 7 olyapti deydi novoslar, O'zbekiston novoslari, bo'ylari 1.5 ta turib chiqadi novoslar. Aka savdosi bo'ldimi novosni? Necha pulga bermadingiz? 14 millionda o'zimi? 14 da o'zi savdosi bo'lgan. Bo'ylar jicha pastroq bundan. Necha pulga sotilibdi bu novos? Sotildimi bu? Bermagansiz necha pul bo'ldi o'g'il? 14,5 qilishdi. 14,5 ha? Ola novos. Chiroyli ekan. Qayta savdosi qizyapti, turib turishmasin. Bu sotilibdimi aka? Sotilmish bu. 12 millionga olib qo'ysa bo'laveradi, bemalol. 12 millionga baraka bo'libdi shu novos. Ko'k rang deyiladi. Lekin qo'l yaxshi. Vodiyda novos ekan. Yaxshi novos ekan. Bobur, sig'ada. Bo'yi 1 bilan 1.5 ta turib chiqadi novos. 12 ga. Yaxshi ekan novos. Necha bermadingiz aka novosni? Bular hozir 11,5 so'rayapti. Hozirgisi. Oshmadi bundan? Yo'q, bunda oshmadi. 11,5 million so'm uzunroq novos ekan, bu ham bo'yi pastroq, uzunroq. Bo'yi 1 metr atrofida chiqsa kerak. Full. Endi shunaqa qilib ko'rsatyapmiz, mol odam ko'p. Bozorda yurib qolibdi, mos shunaqa deyishyapti. Savdosi bo'ldimi aka bularni? Bo'ldi. Necha puldan bermadingiz? Hozir mana shu xaridor 25 million 300 beryapti. Jupiga 25 million 300 ming so'm. Bundan oshmadimi u savdoda? Oshdimi? 25,5 bermadi. Yarimga ham bordi, hozirgisi 300 ming so'm bo'lyapti, 25 million so'm. Xo'sh, o'zimizda O'zbekiston novoslari, yoshlar endi 7 oylik, 6 oylik novoslar, bo'ylari 1.5 ta turib chiqadi novoslar. Ozmos 1.5 dan oshiq bo'lishi ham mumkin. Makki million so'm beraymi? 12 million hozir bir so'rashdi. Baland qanchaga bordi aka? 13 ga ham bordi. 13 million so'm, oyoq qo'li baquvvat ekanda. Sotildimi? Necha bo'layotgan ovozi? 11 beryapti. 11.4. 11 million 400. Balanti ham shu bo'ldimi? Aytam balandni ham ko'rgan. Oshirog'i bo'lgan. 11 million 400 ming so'm hozirgisi, ozgina oshiroq ham savdosi bo'lgan deyilyapti. Bo'yi 1 bilan 1.5 ta turadi ovoz. 1.5 qada? 1.5 ta turadi. Uzun ekan bu. Chiqadi. Bunga mashina umrda qo'yib qo'yasiz. Ha, hozir ikkita Chevrolet novosilarni 14 dan bermayotgan lardan bular ham shulardan. Aloqa chiqarasiz, nomer aytildi. Asakali akalarga. Tamam. Novosmi bular? Bunaqangi o'tdingmi o'zi? Yo'q. Ha, bu o'zi bundan baqa ekan. Tog'a novos necha pul bermadingiz? 11 million 600 ming so'm. Bu yosh 1.5 turadi.